qarindoshlar, Sharqiy Turkistonlik vatandoshlar, bugun biz hayotimizdagi intayin qimmatli, to'liq hayajonli bir kunni xotirlab tabriklab o'tiribmiz. Bu bo'lsa-mu, ikki qitimliq Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurilganligining xotira murosimi kuni. Bu kun shunday bir ulug' va qimmatli kunki, undaq deyishimlik sabab bu kun dal har bir Uyg'urning o'ziga meningmi davlatim bo'lgan, meningmi vatanim bor, men boshqalarga beqinmaydigan, boshqalarning qo'l ostida qul bo'lib, oyoq ostida yashashni xohlamaydigan, o'z oldinga mustaqil yashaydigan qaysar bir millat deyilgan kun. Bu kun shuning uchun ulug'dir. Shundaqla bu ikki Cumhuriyet qurilishining ahamiyati garchi nihoyatda zo'r bo'lsa-mu, men buni bir so'zlab o'tamayman. Albatta, haqiqatan nihoyatda zo'r. Chunki hozir bunday kunni xotirlashning ahamiyati bu bugungi kunda texmo cho'ng. Chunki hozir vatanda Sharqiy Turkistonda xalqimiz davlat terrorlik ostida, ya'ni Xitoy davlatiningki sistematik terror yuritishi ostida, oyoq osti bo'lib, zulm ostida yashayotdi. Mushundaq bir kunda bizning xalqimiz tinch bir hayotga, erkinlikka, har qanday bir millatdan, har qanday qimmatli bir narsadan texmo muhim ehtiyojlarga, har qanday narsadan bakrak intiladi. Tinch bir hayotga, ya'ni bir erkinlikka. Chunki shunga bu ikki qitimliq Cumhuriyet qurganligimiz davlat qurganlikdan iborat bunday bir haqiqatni paydo qilgan shehidlarimizning hamda hozir Xitoy turmisi ostida mushu davlatni mushundaq bir mustaqil hayotga erishishini deb kurash qilib Xitoy turmisi ostida yashayotgan, Xitoy turmisida zulm chekayotgan qahramonlarimizga duo qilish bilan va ulardan ilhom ilish uchun ham tabriklash kerak bo'lib qolmasdan bugungi bu kunni, balki xalqimizning bu kun tinch bir demokratik hayotga, meningmi bir davlatim bo'lsin, meningmi bir demokratik tinch bir hayotim bo'lsin, o'z-o'zimga xo'ja bir mamlakatim bo'lsin degan bir orzusini, sig'inishini namoyon qiladi. Bu qitimqi xotirlash murosimi Sharqiy Turkiston Surgunlik hukumat tarafidan o'rinlashtirildi. Buningga Sharqiy Turkiston Madaniyat markazi sponsorlik berdi. Biz hozir bugungi bu murosimni Sharqiy Turkistonning qimmatli davlat marshi bilan boshlaymiz. Enamiz o'rnimizga.
hazır biz Absalam hakkını şu şehitlarının yani Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin öz vakti kuruşuldu kurban boğan şehitlarının ve onun ki devamlı Uygurların erkinliği için küreş kılıp kurban verip atkan şehitlerimizin ve türmedekilerin kahramanlıklarına atıp bir dua verişke ve kıraat verişke teklif kılaylı. Biz şimdi hazır biz şu kıraatına başlayalım. Merhamet Absalam. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. Allah perverdigarı. Şu Xitay müstemlekçilikten bizlerini bir umuş tutulgasını o perverdigarı. Bu perverdigarı bizlerin halkımızı ezlik almıştırıyor keyse. Hanım kızlarımızın halkımızı ezlik almıştırıyor keyse. Hanım kızlarımızın karnında kırılıp atkan perzentlerimizge mesul takip bendirini sahip çıkaysan o perverdigarı. Bu perverdigarı şu Xitay müstemlekçilerden bir bizlerin umuş tutuluşları kadar müşahit misafirlerine umumumuzda Ballarımızdan, nevrilerimizden kol tutuşup, kulak vatanımızga, aziz milletimizden katırı gibi bizlerin yokuşu ve keysanın o perveri var. Sallallahu ala hayri halki Muhammedin ve alihi ve ashabi ecmaîn. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Allahu ekber. Şarkı Türkistan Sürgünlük Hükümeti'nin reisi Ahmet İlgenberdi akımız, Ahmet İlgenberdi efendim bugünkü bu faaliyetimizge katmışıp gelmekçiydi, şundaq kelgisi bakti, lekin salametliginin yar vermesligi ve arlıqının jıraq buluştuq beldin kelermedi ama tebrik sözü yezip evetipti. Hazır Şarkı Türkistan Sürgünlük Hükümeti'nin muvabbaq reisi Ahmetcan Osmanlı Sürgünlük Hükümeti'nin, Şarkı Türkistan Sürgünlük Hükümeti'nin reisi Ahmet İlgenberdi efendimden tebrik sözünü okup verişke teklif kılayım. Selamun Aleyküm aziz vatandaşlar. Memnunlarının devlet bayramında olsun. Siz
sizlerning 12 noyabrda o'tgan asrning birinchi yarmida qurilgan ikki jumhuriyatimizning xotira kunlarini o'tkazmoqchi bo'lganliklaringlardan xabardor bo'lib intayin xush bo'ldim. Gerçi bu tarihte o'tgan cumhuriyetlerimizden ömrü kısa bulup, mağlubiyetke uçurgan bolsumu, onun bizge kaldırgan kamyaşlık tecrübe sabahları intayın mol ve ehemmiyetlik. O bizden milli müstakillik davayımızdan tütmez, tügemez, ilham ve şiddet gücü menbesi, hem küreşcan inkılabi tarihimizden yıkılmaz, məngülük abisidir. O şundaq bulup geldi ve məngü şundaq bulupsudur. Biz onundan çoğun ügünüp, ata-babalarımızdan müstakillik yolunu davamlaştırıp, kahraman ecdatlarımızdan bizge amanet kaldırgan ulug vatanimizde müstakil, hür erkin 3. Cumhuriyetimizni, Şarkı Türkistan Cumhuriyetini kuruşdak izgi arzusunu emelge aşırış için can pidalık bilen küreş kılışımız lazım. Ahırda muşundak ehemmiyet yığını oluşturulan yığın riyasetçileri, yığın ehli, yığınga Irak yığından gelgen aziz mehman ve suyumluk kayırılmışlarımızı Çin dilimden kızgın tebrikler, yığınga katta muvaffakiyetler dileymen. Kaynak söygüm ve salamlarım bilen Ahmet İgenber'dir. Hazır, bugünkü bu faaliyetimizni o'rinlashtirishda sponsorlik bergan tashkilot Sharqiy Turkiston Madaniyat Markazining raisi Hoji Muhammad Efendimni so'zga taklif qilaman. Assalamu alaikum, aziz qarindoshlar. Men shu so'zlarni tabrik so'zlarimni qo'ymayman. Sharq Turkiston Jamhuriyati qurilganligining 81 yilligini xotirlashimizning bir qancha muhim realni ahamiyati bor. Birinciden ecdatlarımız yaratkan bu şanlı tarihini çıtkarlık bilen esleyiz. Biz Şarkı Türkistanlıklara doğru yolunu, ahiret nişanını inik göstergen bu parlak nişanını, bu hakikatini Xitay tecavüzçüleri tarih servisinin bütünüşke izcil uğrulup geliyordu. Ular birinci qatımlıq Cumhuriyetimizni yıxallığa qoşulunu, ikinci qatımlıq Cumhuriyetimizni Fikrayet İnqilabı hem de Cumhur Demokratik İnqilabının ayrılmaz terkibi kısmını deb şərhləb, tarihi yanlıqını, hakini yoşurup, xalqımızın minisiga tərtür şençini sındırıp geldi. Şu vəcidin xalqımızga bu iki Cumhuriyetimizin haqiqiy mahiyeti inib yo'q verilmedi. Tarihte iki qetim Cumhuriyet ilan qilinidigan degan yüksek hukm bilan chekilib qoldi. Olup bu davoyimizning oxirgi egilari bo'lgan yoshlar bu haqda yetarli aqlli savodga ega emas. Hatto vatan ichida o'zining vatanining ismi Sharq Turkiston ekanligini anglab atmagan qarindoshlarimiz bo'lishi kerak. Ikkinchidan 30. ve 40. yıllarının biz hatırlavatkan bugünkü günüde vatanperver, inkılapçı ecdatlarımız danalık bilen Şarkı Türkiston Cumhuriyeti'ni müstakil devlet sağlayıcı bilen dünyaca kalıgaydı. Ama biz hala bugün kadar tek müstakil bulamadık. Bu müşkül vaziyetini tamamlayıp ecdatlarımızdan vesiyetlerini ve şehitlerimizin ümmetini atlaş, biz ve kiyiki evlatlarımızın mukaddes burcu bulup kaldı. Üçüncüden, 65 yıldan beri halkımız tınım tapmasından her gün digidek küreş kılatıdır.
milyonlagan inqilobchilarimiz rəhmsiz düşman altida tiz tutmay issiq jonlari qonlarini taqdim qildi. Milletimiz Şərq Türkistan dövlətini əsliga keltirib qaytadan qurib chiqish uchun mo'ljalligisiz yig'ir badal to'ladi va to'layotdi. 4-dan Şərq Türkistan Cumhuriyeti e'lon qilingan va shu tarixdan boshlab bugungi kunga qadar esib o'tgan 81 yillik musofimizdan Avrupa yo'llaridan azoblik yo'lida izlanib o'tgan tarixiy tajribalarimizdan bundaq bir haqiqatni xulosa qila olamiz. Bu bo'lsa mustaqil davlat qurib chiqish. Bu Şərq Türkistan xalqining o'rtaq irodasi va g'oyasi. Faqat Şərq Türkistan xalqi o'zining davlati va hokimiyati orqali iziz vataniga sahib chiqa oladi. Egilik huquqini, kishilik huquqini, shaxsiy va milliy manfaatini, yashash va so'z erkinligini, demokratiya huquqini, barobarligini, o'z taqdirini o'zi belgilash haqqini kafolatli qila oladi. Milliy madaniyatni, e'tiqodni, zimin boyligini qo'g'day oladi. Boshqalarning qonunlaridan foydalanib, başkalarının kanunlarını pınarlık izlemey, özünün hak kanunlarını tüzüp çıkarlaydı. Dünyadaki başka milletlerden beraber salahiyette çıktıralaydı. Demişsin o bugünkü dünyada bizge okşaş bir tane milletin birine içilik kaldı. Ahir takdirlerinin biz vatan sırtında bugün bu Cumhuriyet gününü hatırlavatımız. Vatan içinde asla mümkün emez. Şuna vatandaki qeyrindoshlarimizni vakolatdan bu kunni xotirlaymiz. Chet ellarda nurg'unlagan vatansuyan, suyumli qeyrindoshlarimiz kech kunduzligidek jafoliq ajr qilib, davoni xalqalashtirdi va siyosiy sahnaga ko'tarib chiqib, zo'r natijalarni qo'lga keltirdi va keltiryapti. Şərq Türkistan degan bu kimlik salohiyatidan bizning da'voyimizning xarakterini, mohiyatini va maqsadini xalqaroga savol so'roqsiz aniq tushuntirib kelyapti. Yuqori sabablar tufayli Şərq Türkistan Cumhuriyeti qurilganligining 81 yilligini xotirlashimizning dal bugungi kundagi siyosiy ahamiyati va bizga beradigan ma'naviy jihatdan bag'ishlaydigan hayotiy kuchi İki qetimlik Cumhuriyet kurulan şu çağdagidinmi neçesi artıqdır. Ahirda Allah'ın emrimizin murat maqsadlarimiz amalga ishini tamamligimizni tilayman. Şərqi Türkistan sürgün hükümetinin baş minister məsləhətçisi G'ulom Hoji Efendi ma'lum sabablar tufayli bugun kelib bu faoliyatimizga qatnasholmaganligi uchun Şərqi Türkistan Cumhuriyeti, birinchi qitimliq Cumhuriyetining ahamiyati to'g'risida maqola yozib, maqolasini avatibdi. Hozir biz Şərqi Türkistan sürgündəki hükümetining millat vakili Odil Abbasni G'ulom Hoji Efendining so'zini o'qitishga istaymiz. Assalamu alaikum, hürmetli qeyrindoshlar. Şərqi Türkistan Cumhuriyet bayramlarına mübarek olsun. Cumhuriyet bayramında hürmetimiz bu iki cumhuriyetni ecdadlarımız kurup çıkan bu iki cumhuriyet Uyghur tarixida intayin mühim ahamiyatga bu bizim tariximizga altın el bilen yazılan. Abi ecdadlarımız bu cemiyet, bu iki cumhuriyeti kurup çıktı, özlerininki mecburiyetini ada kıldı. Bugünkü günde 3. Şərqi Türkistan Cumhuriyetini kurup çıkış bizim mecburiyetimiz. Bunu mecburiyet deyişimizdeki asas köp. En mühim asasının birisi biz
musulmon xalq. Biz islom diniga e'tiqod qilamiz. Islom dinida tajovuzchi bisib kelgan chog'da uningga qarshi turish, uni qo'llab chiqarish farz. Farz degan chog'da qilsaqmi bo'ladigan, qilmasaqmi bo'ladigan ish emas, qilmasak bo'lmaydigan ish. Agar biz buni qilmasak va yoki uningdan bosh tortsak va yoki uni tashlab qo'ysak, undan qo'rqsak, biz qiyomat kuni bundan so'ralamiz. Bunun javobini biz berishimizga to'g'ri keldi. Xitoy tajovuzchilarini vatanimizdan qo'g'lab chiqarish, uni uchun harakat qilish, xuddi namoz o'qiganda, ro'za tutgandek farz. Endi bu majburiyatni ba'zilar baldur tunib ketdi. Ba'zilar hozir tunib yetyapti. Ba'zilar uni tunib yetmadi. Hatto ba'zilar tunib yetib bo'lib, uni tashlab qo'ydi. Endi bu majburiyatni baldur tunib ketgan odamlarimizning ichida bir qadar sezgur, biri to'm kitoblarni yozib, bizni qimmatli materiallar bilan ta'minladi. Endi mushunda sezgur inqilobchilarimizning birisi, ben tövende maqolasi o'qib bergan G'ulom Osmon Zulfiqar efendim. G'ulom Osmon efendim 3 tom Sharq Turkiston ozodlik yo'lida izlanish, Aynak, Jannatning oshqochi degan kitoblarni yozib, bizni siyosiy jihatdan tarbiyalashimizda muhim rol o'ynaydi. Qarindoshlarning G'ulom efendimning kitoblarini o'qib chiqishini tavsiya qilamiz. Hem tövende G'ulom efendimning maqolasini o'qib o'taman. Birinchi Cumhuriyet ve onun siyasi tariximizdeki ahamiyeti. Birinchi Cumhuriyet, yani Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining qurilish jarayoni haqida ko'p materiallar bor. Gerçi qisman zidliklar bo'lsa-mu, yana to'g'ri ahvollarni xulosalab chiqishga yetadi. Shuni men bu maqolamda Cumhuriyetning qurilish jarayoni va aloqador voqealarni so'zlab o'tirmayman. Ben bu yerde hozir ilmay kelgan, balkim sal qaralgan taraflar haqida birinchi Cumhuriyetning siyosiy tariximizdagi ahamiyati haqida to'xtalib o'taman. Menimcha birinchi Cumhuriyetning eng muhim ahamiyati deyishga bo'lgan nuqtalar tuvandikida. Siyosiy davoimiz uchun yemirilmas dalil yaratib berganligi. Sharqiy Turkiston xalqining oxirgi hisobda bir gavda bo'lishining ma'naviy asosi, mangulik birlikligimiz uchun mo'min tiklab berganligi. Tariximizda emas, dunyoning tarixida tunji islom jumhuriyatini qurish bilan islomning kengash prinsipi bilan jumhuriyat tuzumining erkin saylov shaklini muvaffaqiyatli birlashtirganligi. Asrlardan keyin Uyg'ur davlatchilik ro'yining o'lmaganligini isbotlaganligi. Boshqalarning kuchugida o'tirmay, Uyg'urlarni asos qilgan sof sharqiy turkistonliklarning o'zlari planlab, o'zlari muvaffaqiyatli qurib chiqqanligi. Endi yuqorida deyilgan muhim nuqtalar haqida biroz tafsilot berishga tirishib ko'raylik. Birinchi, yemirilmas dalil bo'lish alohidligi. Cumhuriyetning qurg'uvchisi, davlat otisi Sobit Damullah shu chog'da ko'rib yetadigan va aniq bilgan va shunday maqsadni ko'zda tutganida bugun va kelgusidagi siyosiy davoyimizning dastiki bo'lganligi. Hozir zamon davlatlari shakllangan, milliy chegaralar asosan muqimlashgan bir tarixda barliq kelish tufayli qadimiy yoki o'rta asrdagi muqimsiz davlatlarga o'xshamaydigan alohidligi bilan siyosiy davoyimizning po'latdek dalili bilan islomning kengash ro'yi ostida bir bog'lanishni bayqadik. Allah Qur'oni Karimda işte ular bilan kengashgin deb buyurgan. Rasululloh mu o'zining keyingi xalqini belgilab qo'yish talab qilganda sahobiy karamlarga ularning o'zlari yoqtirgan birini tanlab hal qilishni tavsiya qilish bilan cheklangan. Yana monarxiylik shaklda voris belgilashni islomning ro'yiga uyg'un ko'rmagan edi. Mana bu taraflari Cumhuriyetning erkin saylov asosida barliqqa keladigan rahbarlik sistemasi bilan birdaklikka ega ekanligini bayqab, bizning tariximizda emas,
dünya tarixidagi tunji islom jumhuriyatini qurib chiqqan edi. 4-chi, davlatchilik ro'yimizning o'lmaganligini isbotlagan edi. Boshqalar tarafidan boshqaruv asrlar o'tganda Uyg'urlarning qo'li bilan birinchi tunji bo'lib, uning ustiga zamonaviy davlat tuzilmasini tatbiq qurilish bilan birga Sharqiy Turkiston xalqining davlatchilik engi, ozodlik istigi, mustaqillik ro'yini texi o'lmaganligini yoki boshqa turli qilib aytsak, qayta tirilganligini jo'qarlab, dushmanimizning yuragini saqaymas jarohat qilayotganligi. Keyingi avlodlarga bo'lsa, buning bizning davlat qurollaydiganligimiz haqida umid va ishonch oda qilganligini deyishimiz mumkin. 5-chi, boshqalarning qo'nchiqi bo'lmay, butunlay Sharqiy Turkistonliklarning aqliy va kuchiga tayanganligi. Birinchi Cumhuriyet mustaqil turda o'z xalqimiz, o'z millatimiz tarafidan loyihalangan davlat bo'lib, davlatni qurg'uvchilar dal davlatning beshidikilar edi. Ya'ni ko'p hollarda ojiz millatlarning ozodlik yo'lida doim uchrab turadigan boshqalarning kuchidagi buvat bo'lgan edi. Masalan, ikkinchi Cumhuriyetdagidek hammani boshqaradigan qaror chiqarish huquqini qo'lda tutgan ikkinchi dom degandeklar bo'lmagan. Gerçi birinchi Cumhuriyetning qurilishida parda orqasida chetdan kuchlar bor edi degandek ehvollar bo'lsa-mu, buningga hozircha kishini qoyil qiladigan dalillar ko'rsatilmadi. Shundaqla bo'lib o'tgan voqea hodisalar Cumhuriyetning oxirgi qatorliq amaliyotmi bu davlatning qurilishida hech qanday chetdan kuchining bo'lmaganligini isbotlaydi. Hozirgi dalil sifatida ko'rsatilayotgan bu kuchlardan biri O'rta Osiyodagi qarindosh kuchlarning bolsheviklar bilan qarshilashib, toki 1927-yilgacha tirishgan basmachi atalgan kuchlardan bir bo'ligi ilojsiz holda Sharqiy Turkistonga serilgan bo'lib, bulardan Sidivaldijonning ko'p urush ko'rgan, jani pishgan bir pul kuchi Sharqiy Turkiston hukumatining qurilishida asosiy harbiy kuch bo'lib xizmat qilgan edi. Ammo Sidivaldijon na davlatning parda orqasida, na parda oldida hokimiyat bishira emas edi. Bir qadam orqaga kelib, O'rta Osiyodagi bosqinchilik harakatiga nazar solgan bo'lsak, bular aslida O'rta Osiyoda ilgari oxir qurilgan Qo'qon Cumhuriyeti, Buxoro Cumhuriyeti qatorli davlatlarning armiyasi edi. Bu davlatlar bo'lsa, jiddichilik harakatining ideologiyasida g'oya qilingan oxirgi siyosiy nishonlardan edi. Jiddichilik bugungacha faqatla ma'rif islohoti, jamiyatdagi xalqlarga qarshi ilg'orlikni tashabbus qiluvchi diniy ilmiy shar'iylar, bid'atga qarshi turish jihatlaridagi bir harakat sifatida tilg'anib kelyotdi Uyg'urlarda. Amaliyotda uning texmi asosiy g'oyasi munqarizlikka patgan O'rta va G'arbiy Osiyo turklarining quvvalashgan davlatchilik egini tiriltirish va mustaqil buyuk Turkiston qurish edi. Buning uchunmi shuar tilda fikrda birlik bo'lgan nashr afkorlarning to'riga millatimiz turk, dinimiz islom degandek so'zlar yozilgan. Ya'ni jami turklarda dinimiz bir, tilimiz bir, g'oyamiz bir degan o'rtaq ongni barliqqa keltirish bilan keyingi zamonlarda bolsheviklar bo'lgan atalmış millatlarni e'tirof qilmaydi. Dal shunday bo'lg'achqa O'rta Osiyoda qurilgan ashu jumhuriyatlarda bunday ayrimchilik bo'lmagan. Mesela Qo'qon Cumhuriyetining Cumhur Reis, baş ministerleri boshqari Tatar, O'zbek, Qozoqlardan bo'lgan va Qozoq. Dal shu g'oya tufayli keyin bolsheviklar bilan urushayotgan qiyinchilik yillardami Sharqiy Turkistonga qurbishlar va ularning qo'l ostida askarlarni avatgan. Hatta ba'zi muzokaralarda G'arbiy Turkistonni tutqazolmadi, endi Sharqiy Turkistonni bo'lsinmi qalayli degan maslahatlarda bo'lishgan edi. Bu noktadan aytganda Sidivaldijonning chetdan kuchli hisoblashga, uning boshqa g'arzi bor hisoblashga qilchi o'rin yo'q. U tamamen o'z g'oyasi yo'lida ongli va xolis holda Sharqiy Turkistonning ozodligini o'z ishi bilib, bu ishga fidoyilik bilan qatnashgan. Chunki u bizning o'z qo'zg'olonchilarimizga qaraganda ongli, beshini ko'p ish o'tgan qo'mondan edi. Chet el kuchlari hisobida ko'rsatilganlardan yana biri Turkiyada surgun qilingan Osmonli shaxsiyatidan birining Cumhuriyet qurilishida qatnashganligi haqidagi mish-mishdir. Bu shahzoda o'zini sig'dira olmay yurgan vaziyatda bo'lib, uning na askariy, na iqtisodiy kuchi bo'lmay turib,
bu devletli perde arkasını kontrol kılış ihtimalin nölge yakın ilişki buldu. Yani bir çetellik müceddidin dalil doktor bulup asli Toshkentda tug'ilgan O'zbek Namtili Efendi'nin en yakın dostlarından biri. Asli Bolşevik istilasından bir az avval çetelde o'qishga chiqqan. Yurtini komünistler basqandan keyin qaytib ketmay hijrat qilgan liderlar, yani Zaki, Vali To'qay, Mustafa Cho'qon qatorliqlar qurgan yosh Turkiston tarkibidagi Türk yoshlar birligida xizmat qilib qolgan. Keyin bu tashkilotning mas'ulligini ustiga olgan. 1931-yili Qumuldan boshlangan milliy inqilobimizning xabarini olgandan keyin Türkiye'deki rahat turmuşunu vazgeçip Sharqiy Turkiston inqilobiga yordam berish uchun Qashqarga kelgan. Bulardan ko'rib olgani bo'ldi ki, uningda davlatni kontrol qilguda hech qanday niyat yo'q edi. Yuqorqilardan boshqa davlat atimiz Sobit Domullo haqida shuni aytishimiz mumkin. Bu millatda onliq tabiatının şekillenishiga erishib, siyosiy davoyimizning qiyinlik darajasi cho'nqur tushunildi. Ve bu düşünülgen seri Sobit Domulloning tariximizdagi o'rni ko'tarilib bordi. O bizning bugun tushunganimizdan xeyli zo'r darajada olib ketgan ong va ruhga ega qahramon. Xalqimizning ko'zi ishilgan seri uning qimmatini tunib yetadi. Ulan Osman Efendi'ye alaylı rahmet, naittimu tepsili, çonkur, bir analiz yazıp evetipti. Birinci Qetimlik Cumhuriyetimizin kurulganlığının ehmiyeti doğrusu. Allah razı olsun. Hazır Amerika'dan kelip, bugünkü bu faaliyetimizge katılışıp oturuyatgan Doktor Qahar Barat Efendi'ni ikinci Qetimlik Cumhuriyetimizin ehmiyeti doğrusu da sözü teklif kılmış. Assalamualaikum. Şarkı Türkistan Sürgün Hükümeti ve Uygur Medeniyet Merkezi'nin bizdeki Cumhuriyetimizni tabriklab o'tkazgan uyushtirgan bo'lishingizga rahmat. Osmonga rahmat, hammaga rahmat. Kepakinglar. Benim sözüm ikkinchi Sharq Turkiston Cumhuriyetininki ahamiyati o'qiyapti. Onun kichigina konkretniy taymida benim sözüm asosan aeroplan qazası haqidagi mening tekshirish to'plari. Tadqiqotlarni sizlarga qilmoqchi. Birlikda bir muzokara qilib boqaylik demoqchi. Hamda sözümni boshlashning oldida biraz vaqtni bilib o'tgan oyda vaqtsiz qazo bo'lib ketgan bizning yaqin do'stimiz hamimiz bilgan Hasan Husanni jumlachini eslatib keldi demoqchi. Endi desam bu nemidagi Dünya Uyghur Qurultayı'nınki muhim kadri. Uyghur yaşlarınınki armaz muallim. Ve sen muallim vaxtında muallim çeten çıqqandan keyin yani davamlı yaşlarga ders ötüşünü, ta'lim verishini to'xtatmagan. Shuning uchun Mangol yoshlarning muallimi Avstraliyaga kelgan ham yoshlar biladi, o'zlari shular ders o'tib. O'zsan o'zi o'zbek bo'lgani bilan uning muam deyiladi. Men sizlar mushum degan tuzum, sizga ishga suyib, shu millatning boshqa Uyg'ur, men Sharq Turkistonning Uyg'urniki bolasi deb o'zimni qildi, hech qachon millat orqali. O'zsan bir mard millat uchun hech qachon aymagan bir yaxshi farzandimiz. 10 qo'y pulni ortiq topsa 5 qo'yni
millat ishi uchun qashsiz. Aşı vatanda qarab qo'ygan maktablarda ishlar Avstraliya jamiyatida qanday faoliyatlar bo'lsa, mayli o'zining iqtisodiy qismi oymay ishlarga chiqib berdi. Dunyo uyg'ur qurultayida hammasi oym. Ko'ngilsiz haqiqat bir odam, ko'l og'inam, uzun yillik og'inam, bunchalik bir mard, esiz, to'g'ri, imonli bir yaxshi odamniki cho'qim yotadigan yerning jannati bo'lganligiga qat'iy ishonch. Bugün söyleyeceğim sözümdeki mazmuni sırlık aeroplan kazası. Bunu hemimiz biliriz. Ahmetcan Qasimillah aeroplan kazasında ödeyilgenlerimiz biliriz. Sevdi ödeyilgenler hemimiz güman kılırız. Zaten bununki beşinin ahırı kandak beş. Ben bu hakkında biraz tekşir yapağım edim. Şimdi sizlerle bir sunay. Sizlerle kulak selip bir anlasanlar, hayalleri kandak, sizlerle mi kandak, güman fikirleri olan, hayallerini kandak, muzakir kılış gerek arkada, kıymetli fikirler kılsak, ben bunu bir yaxşı bir yer elan kılsam demek için. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti vekillerinin ayrılan kazası bilen bu inkılap bir hulasılanmayan esirlik diyaloğu aylandı. Bundak bir mühim vaka hakkında Sovyet ve Xitay hükümetleri hiçbir resmi tekşürüş dokulatı elan kılmadı. Münasebetlik adamlar guvalık vermedi. Tadqiqatçılar jim turmakta. Muşundak ahval şart aslında biz fakat üçüncü şahslarının anlayan bilgenlerin asasen özümüzün gumanlarını oturup koymaktayız. Gırmanla biz kirgende Şinsay'ın yüz örüşü Moskova bir ahanet geldi. Şarkı Türkistan inkılabını kollap Şinni ağdırış Stalin'in kıssası bulup onun nersini oylamagan idi. İli Altay tarafları da cem evcigi çıkıvatkanda Moskova'da Sovet ve Gomindan dostluk şartnaması müzakereye düştü. Bana köyler şunutlaydı. Müzakere düştü. Gomindan'ın Japon karşı vuruşunu kollaş için Amerika ve Sovet hükümetleri kolundan kelişçe yardımlarını verip atattı. 1944 yılı 8. ayının 14. günü Gomindan bilen tüzülgen hemkarlık şartnamenin qo'shimcha birinchi modda 3. nuqtasida bunda deb yozilgan. Şinjan'da yakında yüz berayotgan voqealar haqida Sovet hükümeti shuni ta'kidlaydiki, hamkorlik do'stlik shartnomaning 5. moddasida deyilgandek Xitoyning ichki siyosatiga aralashish niyati yo'q deb qo'l qo'ydi. Bize tushuntirib qo'yay. Endi bu shartnomada Gomindan Sovet mushu shartnomaning 5. moddasida Donbey bilan Sharq Turkiston bu ikki tarafniki Gomindanninki igdorchiligidagi davlatning bir qismi deganni ashunga muqim etdi. Shundan boshlab Sharq Turkiston inqilobi bo'lgan o'zininki eng muhim mas'uliyatkorligini özünü yüzü öğrendi, özünü tattı. Bu birinci katım Sovet'ninki şartnamada koygan narsa. Şu Sovet inqilobning yerida to'xtab qoldi, chekin ketdi, andaq deganning eng beshi mushuningda, sunning beshi o'shadi bor. Shunga boshlab. Sovet uchun Yaponni to'xtata oladigan ve Sovetning talablarini qondira oladigan nopozliq bir hükümet. Yani Gomindan muhim idi. Ama Yapon taslim bo'lgandan keyin urush vaziyati Gomindanning foydasiga o'tdi. 1949 yılı 1. ayda
Ular Beijing'ni aldı. Sovet arsaldılıktın, yani Gomindang'ını kollayımı, Gomindang'ını kollayımı diye arsaldılıktın, bütünley sosyalistik yeni Xitayni kuruş tarafga o'tdi. Gomindang'ı Sovetning yardımıyla muhtaç idi. Gomindang bilan qilishgan koni davolarga yangi ega chiqdi. Mao Zedong uchun sotsialistik Mongoliya ustida gap echish, Stalin uchun Sharq Turkistonni qo'llashning o'rni qolmadi. Sovet yangi Xitoyni qo'llash, Mongoliya mustaqilligiga ma'qul keltirish va Dongbidagi imtiyozlarga erishish uchun oxirgi bir karta Sharq Turkiston inqilobidan voz kechib, uni Xitoy inqilobining bir qismiga aylantirib o'tmoqchi bo'ldi. Sharq Turkiston inqilobi Stalinning yangi Xitoyga sungan eng cho'ng sovg'asiga aylandi. 1949 yil 2-oyda Mikoyan Soma Sharq Turkistondagi ba'zi rasmlar Mao suhbatimdan Mao yo'l bo'linib hujum qilishniki urush xatirasi. Mao Gomindanglar Sovetniki tuzgan shartnomaga qo'l qo'ygan vaqtda Mao shartnomaga qo'l qo'ygandan keyin gezitda Mao Gomindangning gezitida Tashqi Mongoliya mustaqil bo'ldi degan narsani e'lon qildi. Ham buningda din bo'lgan degan shartnomada bir qo'shimcha moddasida bunday degan. Sharq Turkiston Mongoliyaning hozirgi vaziyatiga Sovet hukumati hurmat qildi. Gomindang hurmat qildi. Mongoliyaning mustaqil bo'lish bo'lmasligini Mongoliya xalqining o'zining ovoz berishga tashlab qo'ymaymiz deb shartnoma shu moddani qo'ydi. 10-oyda Mongoliyada nimaga ovoz qo'yish mustaqil bo'lamdi, yo Xitoy turamdi deganga ovoz qo'yish bo'ladi. Shu chog'da 97% ovoz bilan Mongoliya mustaqil bo'ldi. Mashina chiqqan keyin. Hamda Mikoyan bu tabi Mao Zedonglar Beijingga kirmasning oldida Shibaypo degan yerda turayotganda Stalinning eng chong vakili shu bo'lib nimaga Mao Zedongni qishib avatgan Stalin tarafining vakili, ya'ni yuqori deyilgan nurg'un narsalarning hammasida mushadam asos qo'l qo'yib ular ishlagan. Shibaypo'ga kelib Mikoyan mundaq deydi. Bizning Şinjanning ishg'ol qilib o'tish niyatimiz yo'q deb aniq aytdi. Bu gapni 1949 yil 2-oyda Mikoyan Shibaypo'da Mao Zedong degan. Qanday qilish kerak? Bu yoqda vaziyat jiddiy. Sharq Turkistonning 40 mingdan ortiq askarlari Urumchi Eğiz'da saqlab yotqili 4 yil bo'lgan bo'lib, askarlarning taqati tugagan edi. U chaqda ishga urush davomlashayotgan bo'lib, 1949 yili 5-oyning 23-kuni Junvi, ya'ni Gomindang harbiy hukumatining uqtirishida va 6-oyning 26-kuni Mao Zedongning Pingdaxoyga avatgan telegrammasida Şinjanni kelar yili elishni planlagan edi. Kelar yili degani 1950-yili yozda alaydi deb Mao Zedongni to'xtagan Junvining planidimi ashunda. Ammo 6-oyning 26-kuni Liu Shaoqi Moskvaga berib, ertesi birinci yığında Stalin Şinjanni elishni orqaga surishga bo'lmaydi. Gomindangning Mabufangning kuchini yuqori chaqlab o'tibdi. Gomindang armiyasiga tezlikda Şinjanga kirish uchun 40 aeroplan avatib beralaymiz dedi. 1949 yili 8-oyning 4-kuni Mao Zedong Pingdaxoyga telegram avatib Lanjuga
Lanjuni ep qo'ygandan keyin darhol Shinjonga yurish qilishga buyurdi. Birincisi, yo'lbosini tog'dan o'tkazib o'tish. Bu Xitoyning kona harbiy taktikalarining birisi Diaohu Lisanji deb qo'ydi. Yo'lbosini tog'dan o'tkazgandan keyin bu yo'lbosini tog'ni egallamak o'ng'ayib to'xtaydi degan. Ham yo'lbosini tog'ni o'tkazish taktikasi Ahmadjonlarni Gongsandaning armiyasi Shinjong kirishning oldida Sharq Turkiston vakillarini o'tkazib akitish. Sharq Turkiston rahbarlari Stalin va Mao'ninki Shinjongga cho'ng yurish qilishga tayyorlik qilayotganligidan bexabar edi. Mao Zedong u yoqdan 8-oyning 4-kuni Pingdexoyga buyruq tushirib, bo'lib 2 haftadan keyin, ya'ni 8-oyning 18-kuni bu yoqdan Ahmadjonlarni siyosiy kengashga yig'inga taklif qildi. Bu Xitoycha aytganda yo'lbosini tog'ini o'tkazib o'tish taktikasi edi. Bunun bilan Ahmadjonlarning taqdiri ya Cefanjun kirvag'icha nazarband ostida yashash bo'lib, yoki bo'lmasa o'lim bo'lib qoldi. Buni Stalinning o'rnashtirishining bir mazmuni. Ikkinchisi, siyosiy kengashga 1 oy burun berish. Gongsandan 1949-yil 6-oyning 19-kuni ma'qullagan yeni siyosiy kengashga qatnashadigan o'rin va vakillarning soni haqida qarorda ko'rsatishicha 45 o'rin 510 vakil bo'lib, bularning ichida na Shinjong, na Sharq Turkiston deganlarning hech qaysi teg'is olmagan. Mana bu siyosiy kengashning tayyorlashi. Albatta, Mao Zedong tayyorlik komitetining rais bo'lish liyaqati bilan qisman vakillarni o'z nomida chaqirish huquqi bor edi. Ammo bunday bir alohida guruhni chaqirishda hech bo'lmaganda doimiy hay'atlar yoki bo'lmasa muavin raislarning sammitini o'tkazib qo'yish kerak. Yoki bo'lmasa hech bo'lmaganda kundalik xizmat xotirlarida dokumentga elinishi kerak edi. Bu sirtdan chaqiriladigan vakillarning eng baldur yo'lga chiqqanlari hisoblandi. 9-oyning 21-kuni ochilgan yig'inga milliy vakillarni 1 oy burun 8-oyning 18-kuni chaqirib akelish biroz baldur emasmi? Üçüncü madde. Safar maxfiy. Sovet konsuli vakillerini xalqdan maxfiy menishni o'rlashtirdi, uqtadi. Vakillar 6 oy tekshirishga bormaymiz deb maxfiy yo'lga chiqdi. Sovetga kommunistik Beijingga maxfiy berish shu chog'dagi ilining siyosiy kayfiyatiga uyg'un emas. Sovet va Gongsandaning ta'siri uch viloyatni bir kommunistik bazaga aylantirib bo'lgan edi. Milliy vakillar o'zlarining dushmani Gomindangning davlat qurultayiga yüzünü so'rab uch oshkora artistlarni ilib bag'onga qarshilik qilmaydi-yu, qilmagan xalq kommunistlarning yig'iniga qarshilik qilmas edi. Üçüncüsü, Almaty yig'ini. Anamış 5 vakil. Almaty yig'ini. Terjimon Hakim Japarovichning pash qilishicha 8-oyning 23-kuni Stalinning alayda vakili KGB'ning Almatydagi binasining 2-qavatida vakillar bilan majlislashgan. Mana Almatydagi KGB'ning binasi 2-qavat. Hali ham shu 2-qavatli zalda Ahmadjon Qosimovdan yig'ilishgan. Siyosiy kengashga berib
sizlar Xitoyning bir o'lkasi bo'lsizlar degan uqtaganda Abbasov va Loji ikkisi qo'shilgan. Abay Bashvakildan. Ahmadjon bilan Isqoqbek qo'shilmagan. Sovetning bir respublikasi ish bo'lmasa Xitoy bir respublika liyoqatida qo'shilsa degandek fikrlarni o'tirib qo'ygan. Yig'in bir fikrga kelmay alayda vakilning ustalgi mushtilishi bilan oxirlashgan. Yana birisi aeroplanni Wang Jiashang o'rnashtirgan. Xitoyning kelgusida bo'lg'usi bosh elchisi Wang Jiashang 7-oyda uchoqda Sovetga kelib bo'lgan bo'lib, vakillar tushadigan aeroplanni Wang Jiashang o'rnashtirgan. Xitoy yezig'liq ashuna. O'qidinglarmi? Nadigini Yang bir madda, yang mavzu aldırab yo'lga chiqib, aldırmay menish. Aldırab sinab 2 kun ichida vakillarni bu demak Olmatu taraf yo'lga chiqib qoldi. Amaliyotda ular Olmatuga borgandan keyin aldırmadi. Vakillar Olmatuga sharqqa Chita orqali shahar orqali menish kerak edi. Ular Olmatudan 24-yilda uchib Arlığı aran 1 saat kildiğen Semipalatinsk degan shaharga tushib ashada qo'nib qoldi. Ertesi 25-yilda uningdan qisqa yarım soatlik Novosibirsk degan shaharga u yerda bir kech qo'nib qoldi. Yana ertesi 26-yilda Novosibirskdan janubga uchib Irkutskka tushib u yerda yana bir kech qo'nib qoldi. Mavulca, ma Semipalatinsk, ma Novosibirsk, ma bu nima, Irkutsk. Asli bu yerda bunday usuldigan narsa 1 kun, 2 kun, 3 kunni ashab o'tkazgan. Yigirma 7-yilda ular Chitaga uchdi. Shunday qilib Olmatudan sharqdagi Chitaga 8-10 saat keladigan bir musofirni 3 kun minib shimoldagi 3 shaharni aylanib, shunda aylanib borgan. Bu bir atay oqib surish. Jazman oqisida tegib tutmagan, tutmayotgan bir ishlar yuz bermoqda. Aeroplan urilgan tog'. Aeroplan Irkutskdan Chitaga borguncha Baykal ko'li, Sayan tog'lari, Ulan-Udo shahri va Yablonov tog'laridan o'tib Chitaga bordi. Baykal ko'li o'zi deniz yuzidan 455,5 metr egiz. Ko'l bo'yi Kabanis atrofidagi tog'lar 400 dan 600 metr atrofida egiz bo'lib, ko'l yuzida yetganda 100 metr keladi. Yo'l ustidagi eng egiz cho'qimi 2000 metrdan oshmaydi. Aeroplan Irkutskdan qo'zg'alib, taxminan 1 soat 40 minutlar uçganda yer bilan aloqasi uzilgan. Aslida aeroplan Baykal ko'lining ustiga borganda qo'yiq tuman ichida qolgan. Aytishlar qaraganda aeroplanning eg'irligini yenikletish uchun Ahmadjon qatorliqlar aeroplanning ichidagi narsalarni yerga tashlashgan. Bu mayning aslisi. Irkutsk bilan Chitaning orlig'i 625 kilometr. Xaritani bosib qo'ying. Endi bu Irkutsk bo'lsa, Chita bunaqaroq yer keldi. Orlig'i.
Bunun ağırlığı 624 kilometre. 625 kilometre. Şu çağdaki Ilyushin 212 namlı aeroplan, en köp yıllık aeroplanda şunu hesaplasak bu saatiga 400 kilometre uçadigan musobaqa bo'lganda shu Ilyushinning dal o'zi shuning o'zi 1 soat 40 metrlik yo'l, 1 soat 40 minutlik yo'l. Bu yerda Chitagacha. Ama Irkutsk bilan Baykalning oralig'i aram 100 kilometr. Irkutsk bilan Baykal aralığı 100 kilometr. Bu 20 minutlik yol. 1 saat 40 minut ketmeydi. 20 minut çıkıp 20 minutta Baykal köyüne çıkıp olur. Sayfet'inden yazışça ahırı ula vaka çıkanlığını tahmin kıttı. Akşamı köyünün neriyakıdaki tağdan kötülügen çok tumanını görüptü. Ertesi ula ayrılan evet karsa Baykal köyünün neresideki tağının Yabnolni Perval yani Almıdavani diyen yerdeki bir tağ içinde bir muncu ormanga ot gitip köyü etiptiken. Ula ayrılanın Muşiyaga düşüp ketkenligini tahmin kıttı. Eniqlaptı. Abiyatki sual. Eğer fakat Irkutski aeroplan aydromi kontrol münarsidiki tapşırılan telegram kadirsiga asasen ve hükümetin tekşiriş dokladsiga mensup gaplar. Bomsa bu gaplardan olaydı. Şunçalar çoğun bir aeroplan kazası hakkında neme üçün Sovet hükümeti bir eniq yazma cevap vermeydi? Neme üçün birer gezit yoki radyoda e'lon qilmadi? Eğer Köln'ün neresi olsa Sayan tağları, eğer Maynur yazgandek 1 saat 40 minut olsa Yablonny tağlarını gösterdi. Hazır mı Yablonov degan bir vokzal var. Buna aytganda bu yerki iş Mayadın Köln'ün Irkutsk'ın Köln'ün 100 kilometre, Mayadın 60-70 kilometre kildi. Bunun bersinde məlum bir tağın isi çıqqan ne? Bu 200 kilometre neyse turup Irkutsk'ın akşam Köln bulandı olmadı. Bu bir derya ve özlem olmasa. Normal. İkincisi, Maynur Kasım yazgandek 1 saat 40 minut olsa bu aeroplan 1 saat 40 minuttan Miya'ya kildi. Bu fakat yarım saatlik bir yol, 10 minut Miya kelip oldu, 20 minutta Köl buyur verdi, Köl yani 20 minut, 40 minutlik bir arlık bu. Miya'da 1 saat var. Degandek, hakikaten Yablonov'da Miya'da bir tağ dizimiz var uzun. Chita şehrine yendi. Onda bulganda ayrılan bir yer düşmeydi, Yablonov diye Almıdavni diye ama Chita'nın yendiki tağlarına düşken bulur, değil mi? Ne bu içe? Şonaşka bizim sualımız şu. Meydanını çarlaşacak kadar. Sayfıdan davamlaştırıp bundak yazdı. Moskva'dan tağqa adam çıkarıp ahvalını eniqlashqa buyruq yaptı. Irkutsk'dan maxsus tağqa çıkış grupsi çıkardı diken ula aşıyaga yetip çıkamay ölüşkün qaytib yaptı. Demek ula 27 yıla akşamı Köln'ün nersida tumanını kögen. Köln'ün bu yıkı özüne 50-60 kilometre. Eğer Irkutsk'dan qarsa 150 kilometre, bu mümkün emas. Ertesi 28 yıla aeroplan evetip Irkutsk'dan Köln'ün karşı tarafıga Yablonny degan davnuğa naq meydanını tapkan. Ular en tez bo'lganda 29 yıla Irkutsk'dan Baykal'ın karşı tarafındaki tağqa bir tekşiriş grupsi evetken. 150-200 kilometre jiraqiyaga berib, bu yerden maşinini to'xtatib qo'yib, yana tağ ichiga kirib, çarlash o'tkazib, bunu tapamay yenib chiqqan. Meydanı tapamay ölüşkün qaytib kelibdi degan. Ölüşkün bo'lgan bo'lsa, 31 yilda bo'ldi. İkinci gruppa 31 yilda birinci grup tapamay yenib kelgan bo'lsa, ikinci gruppa 9 ayning biri chiqqan bo'ldi. Ularni bu 2 gün vaat edeydi. Bu yerden mesela
Irkutsk'dan bu yerga mashina bo'lsa, u 2 kun emas, necha kun ketadi. Aeroplan bo'lganda bu yerda ular model kichik nima bo'lishi mumkin, bu yoqlarda aeroplan to'xtatib bo'lmaydi. To'xtatib qo'yib, taq chiqib, arlab, mishalar arlash 2 kun eng tez bo'ladi bu. Okey. İkinci grup var, birinci grup tapama yeni geldi. İkinci grup 9. ayının 1'i çıktı. 2 gün içinde taptı deydi. 9. ayının 3'ü diyen grup. Kandak oldu desek, bu ülükler tamamı bir hep yapamıyor. 27. ıslah parçalandı. Tam oldu, rakam oldu. 9. ayının 3'ü neydi? Tez sürat olandı. 9. ayının 3'ü bir haftada taptı deydi. Yani bir mesela Molotov'un lütçüğü qayerga, aeroplanın qayerga partlab ketganligini biladi ekan. Bu Molotov, Molotov özünün aeroplanı. Ahmet Çakası'nın aeroplanı parçalangandan keyin Sabit Aziz qatar 3 gruppa yan Almatoğ'u verip bu qatında Molotov'un aeroplanı düşüp Beijing var. Vekiller Ömür kaza boğandan keyin Seyfidin Alimcan ve Tuğcu qatarlıq ikinci Ömer, tercüman Cavdalin ve katip Ablayıplavlı 5 kişi 9. ayının 8. günü yine Seyfid arqılıq Molotov'un şahsi aeroplanı bilen çitap uçtan. Aeroplan Baykal'ın üstünden ötkendan keyin Lütçük Seyfidin'e "Ana avu Ahmetcanlar kaza boğan yer" dep gösterken. Seyfidin tüvengi qarsa tağ arsıda bir parça ormanga o'tgan. Moskvadagi Molotov'un lütçügi qandaqlaç bo'lib, Chita bular 2 kun izlab topamagan bu nimidi Baykal Kölü'nün versiki tağ dal aşısı aeroplan ko'tarib mishar bo'lgan degan ko'rsatadi. Bu Gongsen yana bir gumonli ish. Gongsendan askar avatib naq maydonini qo'ldigan. Aeroplan qaza yuz bergandan keyin Dongbidagi Jepanjunning Ma Hanbing bu adam keyin Xinjiang Junchida bir cho'ng ofitser bo'lgan ekan. Ismli bir nimasi markazning buyrug'i bilan bir atrat askarni boshlab, chegaradan Sovetga o'tib, qaza bo'lgan yerga berib, shu qaza bo'lgan naq maydonni bir mezgil qo'ldigan ekan. Sovet territoriyasida yuz bergan bu voqeaga Xitoy Xalq Ozod armiyasi maxsus askar chiqarib qo'g'dashning nima zaruriyati bor? Kimlardan qo'g'damoqchi? Bu ish bilan Xitoy kommunistlarining zodi qanchalik aloqasi bor? Qazo bo'lgan odamlar. Vakillar o'migi tuvandikilarni o'z ichiga oladi. Ahmetcan Qasimi, Isqaqbek Mununov, Abdukerim Abbasov, Dalilqan Sogurbayev ve Loji. Xizmatchilardan Abdush Iminov, G'ani Karimov, Osmanjon Nasir. Jami 8. Maynur Qasımning yezishicha Sovet tarafdan Lütçük ve Hamralavlık 10 adam bular qatnashgan. Demek aeroplan qazasida 18 adam bo'lgan. Qaza bo'lgan Sovetning bu 10 inqilobiy qurbonlari ve ularning oila tavabatlari zodi kimlar? Bularning dafnlarini Sovet qandoq o'tkazdi? Nima uchun birer xotir tosh tiklab qo'ymadi? Yani bir savol Hakim Japarovich G'uljida. Hakim Japarovich nayt muhim adam. Bu G'ulji Do'stlik doktorxonasining boshlig'i bo'lgan. Bu Sharq Turkiston Cumhuriyet hükümeti ve bu taraf Milli Armiya müşi taraf bilen konsul o'tirsidagi aloqachi. O'zi Sovet xodimi, Do'stlik doktorxonasining boshlig'i, lekin yerliklardan bo'lgan ham ishlarni Hakim Japarovich orqali mangdirayotgan bir muhim adam. Hakim Japarovich bu yuqori degan vakillarni shularninki kadrlarni hammasini bash qo'lday biladi.
Almato yig'inning tarjimoni Hakim Jabbarovich Sokrat deyotganda Ünalg'oq deb bergan Xunrizlik nomidagi xotirasida fosh qilishicha yig'indan keyin KGB'dan uningga bu ishlar haqida hech kim undamaslikni buyurgan. Bir necha kundan keyin KGB Jabbarovichga yana telefon berib, kelib haliqi vakillarning jasadlarini to'nib berishini buyurgan. Jabbarovich ular Xitoyga yig'inga ketgan edi-ku deyishiga telefon trubkasini uzib etgan. Agar shuning bilan Jabbarovichning vazifasi tugagan bo'lsa, o 2 oy o'tgandan keyin G'uljida jasadlarni endi nima ish qildi? Demak, Jabbarovichning yozishicha ben Almatı'da 2. qavatga tarjimonlik qilib berdim. 2 kundan keyin yen keldim. Qirg'iziston Bishkekda yotdim, yotsam bir kun 3-4 kun o'tgandan keyin menga KGB'dan telefon keldi. Kelib sen tarjima qilib bergan milliy vakillarning o'ligini de to'nib bergin bizga. Degan keyin Jabbarovich, "Voy, bular yig'im ketgan, qanday bu nima o'lidi?" degan keyin KGB'ning telefonini taqqa yetdi deb bu odamning hikoyasi tugaydi. Xunrizlik degan o'qigan bo'lishinglar mumkin. Ashada endi Jabbarovichning hikoyasi tugaydi. Amaliyotda 2 oydan keyin Jabbarovich yana G'uljida o'liklarni bir taraf qilish to'pida turayotgan va hatto o'likni sandiqdan elib kepak uyiga qashishlanamsin bu odam to'pida. Demak, Jabbarovich bu trubkani KGB besvatdi degani yolg'on. Baribir KGB bu Sovet taraf bu vakillarning kimligini tanımaydı. Bunu tanıydigan bir Jabbarovich, Hakim Jabbarovich var. Sovetda nimada. Bu adamning buyruq bilan kelgan gap, buyruq bilan sen mushlarni qaraysan degan ish va buyruq bilan shu taqin oxirgi jasadlarni mayni qasmlarga topshirib berishga bu odam turibdi. Demak, Jabbarovichninki hikoyasi yerimi va yerimini o'zi dingan. Degan bo'lsa balki nima yo'q. Kitapta yo'q. Xunrizlik degan narsa. Endi o Jabbarovichga telefon berib qo'ygandan vakillar jasadini degan agar shuning bilan Jabbarovichning vazifasi tugagan bo'lsa, o 2 oy o'tganda G'uljida jasadlarni endi nima ish qildi? U Mayna xonimga bunday deydi. Ahmadjon yig'inga kechikib qolmas uchun havo tuman bo'lishiga qaramay majburiy uchishga buyruq bergan degan. Bu hikoyani Jabbarovich nereden anlaydı? Yana bir mesele, aynak sandık. Birlikten aynak sandık salındı. Sovet Xitoy do'stlik shartnomasi muzokarasida jasadlarni Xitoyga qaytarib kelish masalasi o'tirib qo'yilgan. Sovet hukumati jasadlarni Lenin va Sunyat sinlarni sog'an qimmatli kristal sandiqlarga selib Xitoyga o'tkazib bergan. Ya'ni 1950-yil 4-oyning 15-kuni Sovet Qizil armiyasi vakillarining jasadlarini Qo'rg'os chegarasiga olib berib, milliy armiyaga topshirib bergan. Milliy armiya jasadlarni G'uljiga keldi. Sovet taraf jasadlarni chirimas dorilar bilan doğrulab havasızlandırılgan kristal sandıqlarga selib Xitoyga o'tkazib bergan. Aynak sandık biz bilimiz muşularni. Başqisi Leninning, Mas'uniyatning, Stalinning aynak sandık ichida, Ho Chi Minhning, Mao'ning aynak sandık. Endi biz dünyada bu qimmatli kristal aynak sandıqqa o'likni momiyalab, doğrulab, qatırıp chirmaydan solganni eng boshda Leninga qilgan mumkin Sunyatning avat berdi, Stalinnikini qildi, Ho Chi Minhnikini qildi, Mao'nikini qildi. Ham bu yer ish nima desa bu nayt yuqori texnika. O'likni chiritmay aynak sandık silish uchun derhal minsini çıkarıp ötüş gerek, işki azalarını hem çıkarıp taşı ötüş gerek. Onun için hem bir xil nemlikni saklaydıgan hem belki nem emez, belki kurk emez halde şunçilik saklaş gerek.
Hem bunu kılganda Lenin'ninki doktoru bir ömür şunu kılgan. Şundaqtımı Lenin'nin cesini yen saklap kalmakla ters toxtagan. Stalin ölgende bu Lenin'nin doktoru ölüp boğan. Lenin'nin doktorunun orun basarı Stalin'nin cesini 7 ay yasagan. 7 aygacha Stalin'nin cesini hak göstermegen. 7 aydan keyin cesetini götürmeye çıktı. Mao Zedong ölgenden keyin Mao Zedong ölmeydi, mango yaşaydı. Tüksüz ölgen kim bu adam ölüp kalsa qanday qilamiz degan tayyorligim yo'q. Shuni ular bilan aldırıp qilaydi desa bu dunyoda yo'q. Hu Ji Min'ninki men jasdini qotirgan doktorlarni taklif qilib, nimadan Xanoydan Vyetnamning doktorlarini Beijing taklif qilib, Mao Zedongning minsini edib, uchaylarini edib Vyetnamliklarga yasadi. Shundaq bo'lgan taqdirdami Mao Zedong'ninki hozirgacha endi chiroyi qo'rdish nimasini aytib tushib, Stalinning tugagan ish qilib mango mamiyalarmaydi, lekin xel uzun necha avlodgacha qilish kerak, shunaqdan buni shunaqa qilgan. Bu bir cho'ng ish. Bu tuyuqsiz qandoq bo'lib Sovet hukumati 8 aynak qimmat sandiqni o'ljiga oldirdi. Yani o'ylab qoldim, tog'ni pochoq bo'lib ketgandan solmaydi. Aynak sandiqqa tirik chiroy paqirab turgan asl turibqanda qaydan soldi. Ayrıplandı vayron. Bu tuyuqsiz qandoq bo'lib Sovet hukumati 8 aynak qimmat sandiqni o'ljiga oldirdi. Yani o'ylab qoldim, tog'ni pochoq bo'lib ketgandan solmaydi. Aynak sandiqqa tirik chiroy paqirab turgan asl turibqanda qaydan soldi. Ayrıplandı vayron bo'lib qolgan odamning qanday aynak sandiq soldi. Aqli sig'maydigan bo'lish. Aynak sandık yeni ölgen cesetinin asli turqini saqlab çırpmaslik uchun alohida yasaldi. Onun sun'iyatsın Lenin, Stalin, Hu Ji Min, Mao Zedong'a yasatganligini dunyoga ma'lum. Ammo 1950-yili Sovetning yana bir munchisini g'uljiga avatganligini bir yangilik. Kristal sandık selish bir zir texnika. Buni hozirda bo'ldi. Hem bu yerdeki iş 8 aydan keyin 49. yılı kristal sandık selish bir zir texnika. Buni hozirda bo'ldi. Hem bu yerdeki iş 8 aydan keyin 49. yılı 8. ayının 27. günde taqib urilgan cesetini 50. yılı 4. ayının 15. günü g'uljiga olib berdi. Aynak sandiqsi. Artıq qancha o'tib ketdi? 8 ay mı? 8 aydan keyin qimmat qildi. Ham bu jarayonda Sovet nima ishdan ketdi, qanday doğruldi, qanday yasidi, hech qanday yetmaydi. Ama hamma doilaning bayqilarninki o'ligini qanday bo'lganini hammadan bildi. Bu uçuq, lekin masek bu aeroplan qazo bo'lganlarni qanday qilganini buni bilmaydi. Yani misol jasadlarning ahvoli. Bu taraflarda Müslümanlarni sandık qissasi bo'lmaydi degan gaplar chiqqandan keyin o'ljida endi. Bunu aynak sandık qissasi bo'lmaydi biz musulmonlar degan gaplar chiqqandan keyin shu kuni jasadlarni kristal sandıqlardan chiqarib, kepanga yo'gab, ilk ezxonasining zaliga tizib qo'ygan. Loji Xitoy boshlang'ichida. Uning o'ligini kristal sandıqdan chiqarayotganman sebebini bunda deb yozildi. Jasadlar alohida aynak eshiklarga qimmatlik dorilar bilan qotirilib qochilangan ekan. İç ko'sak demak sebebini ko'rgan. Boshqalarning teni parchalanib ketibdi. To'nig'i bo'lmaydi. Yalnız Abdukerim Abbasovning teni butun, uning beshi yerilgan. Elki adamın etishicha Abdukerim Abbasov aeroplan tushib ketgan yerdan 20 metr jiroqda bir toshning ustida yotganmish. Etishlaricha aeroplan narsa kerak, kiyim-kechak hammasi ko'yib ketibdi. Kam bir parcha o'rmonni ko'yib tugabdi. Parchalanib ketgan jasadlarni selishtirish yo'li bilan saplabdi. Selishtirish yo'li bilan.
mən taqı çıxıb ov atqan. Tağda birər canvar ölsə 1-2 saat qalmay asmanda sağla ayrılışa başlar. Sağa qarab yolvaz nima böri şeyə barır. Sağ ülükni tapqandan keyin iştik şoңğup düşüp böri kərgiçə iştik qosuğun toğuz ölüş gerek. Vaxtı az bunun. Sağ hər qaçan canvarın ölügünü çoxuğanda böğrünün alıp kildiğanlığını bilidi. Sağ şoңğup düşürdü, sağ qosuğun toğuz oldu, onun yediğini az, tötü çoxuydu, qosuğu toydu, böğrü kilidi, sağın aydı bitti, böğrü yedi. Böğrünün bir adeti, yap boğandan keyin ət ölügünü yeni yediğanda bir parçasını et, ağzı tişlep, bətini jult ekti. Böğrü yavatqanda tülkü, andaq yer, tülkülər oturdu sağ. Böğrü ketken keyin tülkülər yeydi, tülkünün qosuğu kiçik нәрсе, o tüygendan keyin ne buldu? Onun keyin bu kiçikçe qurt qo'ng'iz her yanınızda haşaretler, nimeler yap, tağda bir tağda yerlikte mesela mayet yollanıp birinin ölüsü yatıyverdi. Bizning bu tağlarda ölük çıkgından artık yatmaydı. Ustixan göç bu yak buldu. Başında iş. Bir hep aeroplandan parçalıp ketken göçlerini bir hep tağda yazsa qandaqsı ki bu adamlar çıkıp bir haftadan keyin nimisini ektirdi. Hem de bu 18 cesetni qandaq tepip o'sha yendiki ulan uda shahriga akilamdi, ya chetoq apramdi, ularni qandaq qo'ymaymiz. Yana kelib qolganlar parcha-parcha bo'lib ketibdi. Abdukarim Abbosovning teni saq turibdi. 7 kun tag'in bir mana badan saq turamdan mumkin emas. Hem de 3. ayının 15. günü Esed Iskaqov Maynur Hanım'a ayrılan parçalanıp ketken yerden terip algan efendimnin nəslerini muşula edip bir makşiyip ketken Xurum Papka köyüp veyran bulup ketken kiyimle harbiy belva ve kostümlerini ekip verdi. Ahırkısı Maynur Hanım'ın ki qattiq talebi bilen Esed Iskaqov yerim kecha saat 3'te hanım Esed Iskaqov, Abbasov ve başkalarının aile təbəətləri uqtırış qılıb sizler kirib cesetler bilen ahir xidmetim vidalışıp çıkınlar deb ruxsat verdi. Ondaqda şu yerim kecha saat 3'te bu yak vaxtlarda doğru. Kirib ko'ygan muşu ailelerninki 8 adam ölgen değil mi? 8 adamın aile təbəətlerinden kimler kirib nimelerini köyde, nime için ta hazırlıca muş Maynur Qasım yazgan mağuba, Sevgi Ezim yazgan mağuba, qalğanlar indimeydi. Nime için qalğan Dəlil Qan'ın aynısı görüptü. Iskaqov'un 8 adam var bizki vekil. Nime için onların adamı nimesi tuturuq tutqanları mandaqni ko'rdik, o'lik mandaq kendini yapma qilmaydi. Nima uchun Sovetdagi 10 adamdan ki tuqqanlar bu gaplarni qilmaydi? Mushlarning hammasi sir. Shu, rahmat. Amına o'chidagi film kelgan Doktor Qahar Barat Efendi'ye rahmet. Naibdimi çoğunqur izlenişki tegişlik yani bu ayrılan vakasına ibaret sırlıq bir temini tədqiq etibsiz. Allah razı olsun siz rahmet sizge. Hem bu münasebet bilen şu ayrılan vakası ve sırlıq ayrılan vakası arqılıq öldürüp etilgen 2. Cumhuriyetimizin rehberlerine Allah'tan şehitlik dileymiz. Şundaqla Türkistan üçün davamlı kuraş qilib atqan qahramonlarga yana bir qitim ro'yiga Allohdan eng güzel jannatlarni tilaymiz va bu araliqda
doktor Qahar Barat efendinin yaqında vafot bo'lgan Hasan Husayn muallim üstüb to'xtalib o'tganligi va uning ro'yiga duo qilganligiga naydi ta'sirlanib qayeri jannatda bo'lsin. Men bu munosabat bilan bir qitim Hasan muallimga Allohdan eng go'zal jannatlarni tilayman. Shundaqla şehitlik nasib qilsin Alloh. Hozir so'z ketdim. Doktor Anvar To'xtuni Angliyadan kelib bugungi bu faoliyatimizga qatnashib o'tiribdi. Mushu jumhuriyatlarimiz qurilganliginingki sharoitlarini, ya'ni shartlarini, qanday shartlar ostida qurilgan bizning burungi jumhuriyatlarimiz va 3-qitimliq jumhuriyatimiz qanday shart ostida qurildi degan temada dokladni bizga sunmoqchi. Qiyinsak. Assalamualaikum kardeşlerim. Ben Timur Tamlak Bandi. Benim demek oldum bahwa Kakak Benda abiyan başı bizdeki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ndeki bahwa akademiye tarafından sual soruş şeklinde ait bir yaxşı bir Tekşiriş doklar. Tekşiriş doklar verdi. Ben bunu da sen çoğunlukla şu vaktlardaki siyasi oyunlar, şu dünyada boğan siyasi oyunlar, şu siyasi oyunlardan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti doğuludu. Niçin aşağı boğan? Ve bu 3. katımlık Şarkı Türkistan Cumhuriyeti kanal olsa, hani onu kırılayız. Şunu bir atraf özellikle bir oylanımını paylaşmak için. Ya bu manıkla Sepa kaybası olsun. Biz şu bizning Uyg'urniki şu hikoyamizni, tarixini so'zlagan chog'da sal cho'nqur tig'inni shu yiroq bir yerga berib, atimiz turib qarmasak, buniki cho'ng ko'rinishini biz ko'rolmaymiz. Bu haqiqat yiroq yerga berib qarash uchun nega berishimiz kerak? Bu 1800 yıllardan 1900 yıllara çocuk Mao Şu rayonlarda Mavsevit, Rusya, Mayak'tan Manimo, Angliya. Muşlarının aralarında bir oynanan bir oyun var. Bunda Xitaycı da Yoshi deydi, İngilizce Great Game deydi. Uygun cümledik ondan tutmaydık ben. Bu oyunda Meyge karşı Rusya Mav Bridge India. Bularniki aralarında iki imparatorluğu tutuşkan sonunda Maya'da Afganistan'daki Vahan Karagos'un bir yakın. Şu çağda bu oyun oynanıp Matrep kılıdı, bu Mayak'tan Maya'cı kılıdı. Yergiyken bizdeki Orta Asya'daki cumhuriyetlerini şu çağda parça kılıp
yep ketdi. Bir tarafdan Ayak, bu Angliya. Yok, nima? Ross, Mashir Angliya. Ular deydi, mening jon qarindishim meniki nima do'stimdan qutqazsin deb biz o'tirda qilib ash o'yindan o'tirishda biz qilgan. Mana British India, Russian Empire. Aydan bu o'yin davomlashi Aşı nimaga test o'qigan uchun tarafga chiqib borgandan Ruchada nimaga uchraydi Yaponiyaga. Endi bu yerda Yaponiyani nima desam, nazar ayrim bir deb qo'yay. Ya, to'dan mayada bu narsa bilan to'xtab. Ashaga ketib shu chog'da shu o'tirliqda Rus imperatorligi bilan Angliya imperatorligi kuchi tang kelib qilib Angliya topib bu to'proqni men olamaydi ekanman, bizniki Sharq Turkistonni. Men olamsam, Ruslar evamizdan deb Çin manjurlarga pul urdi. Pul urib Langoda zavod qurdi. Qurol yasaydigan zavodni. Va manjurniki askarlarini 6 yil tarbiyalab Ahir Dozan'tan şu askerlendirip bizni birisi oldu. Şu manjurlarda pulagan bankanın ismi The Midland Bank. Hazırki HSBC degan şu. Aşağı pulagan. Biz Xitoyning qo'lidan qilganimiz şu İngilizlar bevosita o'tkazayotgan. Endi 12 altın tertigerek mansak Yaponiya. Yaponiya şu Mongol Yaponiyaga bezib kiradigancha Yaponlar Yapon yengol bo'ladi. Shu zamondan boshlab Yapon o'zini men Batur deb ishlardan taqab o'zini xo'sh qilib aşağı o'tib kelganlar. Kelib ayzak kuniki bir kun kelganchada buniki Amerikalılar kirib parxodlan kirib Yaponiyani ishini chopadi. Bu Yapon ayzak cho'chib ketib, menimdan bu kuchli bilas ekan deb shu vaqtda ayzak Meiji Restoration deydi Xitoylar Meiji Restoration'ni boshlaydi. Buningda nima qildi desa, Yapon hukumati bütün dunyoga o'quvchi berdi. Vaqtma aşı düşmanımdan öğrenip bilsen deydi. Düşmanım şunda kuchlikka qanday sig'ini unda chiqqanda sen berib aşını öğrenip bilsen deydi. Şu o'quvchilar berib, öğrenip oxirisi kelib Yaponiya kuchlanib bu Angliya mayaqdan, Rossiya mayaqdan bu cho'ng o'yinni o'ynab Manjuriyaga kelgan chog'da Rossiya bilan Yaponiya Manjuriyada bir qadam so'qishdi. 1904-yılı. O çağda Rusya'ya qarasa kichikkina Yaponiya masalasidan qo'rqmayman dedi, ama mush urushda dunyoda tarixda bir qatim Osiyoliklar Yevropaliklar shu imperatorlikni ko'p partiya yo'qotganda mush urushda. Musulmon. 1904-yılı. Şununla Rusya çocuk tuttu. Bu çocuk etkenliği için Japonya bir xil, bunun da bir xil surat deymiz, vişi, taktik bulup şu şart tarafı tuttu da. Anıgızdan çıkınca dünya boşluğu kirgen çağda, çünkü o Sovyet'teki askerlerin anneme kırmalıklarla tanklaşanmayı akıl çekinip ular tutup arqılmandı. Şu çağda egzam bu Stalin deydi. Ayakta Japonluqlar var. Anda bayaqdan bu kırmangan tutup kalsam ayakta Japon besip kirse men tüpüşümen deb adam qaqrakam degandek
kommunistga, Koreyadanga, Dominalarga nurgun kurulurdu. Japonya'nın bilen nasıl soğuşanlar. Eğer kimin karşı bu Japonya beşik kirgen, bu eğer bu ensire aşağıda yeni bir bu Japonlarla nasıl sosyalleştiren bir yeni payda kılış için bizni kullanıyoruz. Anigizden bizge adam evvelce de bizdeki nurgun Uygurlarını aşağıdan evet kirip Şarkı Türkistan çıkınca kıtımlık, Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nde şu çağda bula kozgap, anigizden kuruldu bu. Bunu Xitaylar Suriye'de koyul eğitim imkanındaydı. İngilizler mi? Puppet state deydi bizde. Biz ama biz, elbette biz bunu bizde Cumhuriyeti'deyiz. Bu şu yakında bu aldı kendi almış bak. In the 1930s, the Soviets supported two uprisings against the Chinese in Xinjiang. In Kashgar, which was located in southwest Xinjiang, the Soviets supported a Uyghur uprising, which led to the formation of the East Turkestan Republic. In Urumqi, which was located in northern Xinjiang, the Soviets supported a Chinese warlord named Shen Shikai to gain power and to establish a Soviet puppet state. In late 1933, General Ma Zhongying, the commander of the ROC 36th Division, launched an offensive northwards at Urumqi, defeating Shen Shikai's armies there. Faced with the collapse of his regime, Shen Shikai telegraphed the Soviets for assistance. In early 1934, 7,000 Soviet troops, along with armored cars and bombers, entered Xinjiang and pushed Ma Zhongying and the 36th Division to a mountain pass called Dawancheng, southeast of Urumqi. The Chinese dug in along the narrow mountain passes and repulsed several Soviet armored attacks. Soviet armored cars had great difficulties maneuvering in the narrow mountain passes and were quickly disabled. Bunu kimde kırıp dese pek çık bu, pek uzun dese. Şimdi ben şunu demek için Rusya bizni qo'g'dash, bizni nasıl qo'g'dab, bizni ko'tirish nasıl açıkçınki birinci sebebi şu Japonlar ayaktan kırpası tutaş. İkincisini ben yakında kırpaldım. Şu 12. ayda beni beyanlarda açıldığı atom bombaya karşı bir yığında teklif kıldı. Şu yığında bunun çok sözlerken nersin yana kayıtta tekrarlamaydı. Yana bir nerse izle bakaydı. Azrak bir nerse tip oldu. Bunun da mandat değil. Bu şu çünkü Germanlar bilen Zapaşta bilen yanılmagan dikin bu Stalin kopuk kandak kısam bilen yanılmayan diken dikin bu Stalin'deki neler scientist bunun da fikir vurdu. Atom bombada bir narsa var. Aslında layla diken dikin bu Stalin'e ait kuşaklar. Ruslar Yakub Frankl degeni bu 1930 yılında da şu atom bombasının neziriyesini tutturdu. 1940 yılı bunu yasaşka düşürdü. Hem de bunu yasaş için ne lazım desek bunun da uranyum taş lazım. Bu uranyum taş nereden çıktı? Bunlar işte bunu tabii Köktokay'dan çıktı bu. Köktokay'dan bu taş çıkarken de şu çağda egzemplar Mars Semi-Platonsky diyen yerde bu şu atom bombun sınavını ne kılmayız da bekletip olmuş. Şunun için bu çünkü bu en yokluk en mahfi bir iş bu. Şu çağda Black'tan
Altay'a kirib, Osman Batur'a deydi. Aşı taşını gösterip, şu taştan sen yığıp etsen, 1 kilo taşka sana 10 metre rah vermez deydi. Şu çağda aşı uranyum taşının bahası, 1 kilo aşı taşının bahası 1000 kilo altında mı kıymet durup, alamadıysanız pazar yok. Onu biz bilmeyiz. Ruslar bilirdi. Ruslar aşağıya, Ruslar'daki maşınları aşağı tizilip girip, elip eşkisidir. Onu biz dötlerini, bu taşla denemişler, gerçekten olmuşsa da göçümüzün yeri daha baktığımız anda o. Doğrusu da materyal izlemende manevi taraf kalır. Hem de manında abim degende they were part of the Russian puppet state'indeydi. Bu İngilizlerdeki dizisi. Mayada değil bana. Sevit şu taşını kolluk keltiriş için allowing the native assemblage of the independence they desire. Aşı yerliklerindeki nim talebi olsa aşının nonga makbul ben mustaqil bundan ismi şununla şunu qo'llash uchun bularniki bir nimasi bor ekan qaror. Endi buni shu chog'dagi Amerikadagi Urumchidagi turibliq Council Pakistan Washingtonda yozgan raportning ichidagi narsa bu. Demak, shu chog'da bu bizni Sharq Turkiston Jumhuriyatini qo'g'dashniki eng chum mahkammayadi. Buni biz bilmaymiz. Xitoylarniki manfaati yo'q budir. Bu endi gerçi 2002-yilda chiqqan kitob bo'lsa-mu, boshqa yerda bu shaklda deyilmaydi. Demak, bizniki o'zimizniki taqdirimizni o'zimiz qo'limiz olamizsak, shu cho'ng kuchlarniki ichidagi qanchalik bir kichik bir narsaga aylanib qolishimizni masaladan ko'ra olamiz. Endi hozirgi zamonda biz mustaqil bo'lamiz deymiz, bizning haqqimizni talab qilamiz deymiz, ammo dunyodagi bu cho'ng kuchlar mush rayonda yangi new great game buni qilmoqda. Chunki bu burungi great game'niki davomi. Bundan bularniki maqsad masharadagi neflarni yig'ib, yo'l orqali Xitoyga ketmoqchi. Shuning uchun buningda biz Xitoy bilan Pokistonniki shu munosabatning yaqinligini masharada tushuna olamiz. Bular biz Uyg'urlarniki mumkin ko'rayotib, uning bilan qat'iy chatoq. Kar yo'q uning bilan. Chunki manfaat. Masharada manfaat to'qishib. Manfaat bo'lmasa, hech kimlik u yer bilan kar bo'lmaydi. Hi, and welcome to Foreign Affairs Focus. I'm Jonathan Tepperman, the managing editor of Foreign Affairs. With me is Alexander Cooley. Alex is a professor of political science at Barnard University at Columbia. He's also the author, most recently, of Great Games, Local Rules, The New Great Power Contest in Central Asia. He's also the author of, most recently, an article for foreignaffairs.com called The New Great Game in Central Asia. So, Alex, thanks for joining me. In your article, you write that the world in the last decade has started taking notice of Central Asia again. What's happened? Well, a sort of convergence of different types of interests. For the U.S., Central Asia has been the behind-the-scenes logistical hub for a lot of operations in Afghanistan, source of military bases, logistics transit routes. For Russia, it's a sphere of interest and a sphere of great power status, that Russia feels that its
status as a great power, its seat at the UN General Assembly is dependent on having a sphere of influence. And so it wants to exert political influence in this part of the world. And China, intriguingly, has perhaps made the most strides in the region over the last 10 years. Starting an international organization that is named after a city in China, trying to promote the development of infrastructure, clamping down on Uyghur separatism and nationalism in conjunction with the Central Asian states, and concluding border negotiations, as well as building new energy. Bu Xitaylar Uyg'urlarni biz Uyg'urlarni nasıl bizim nasıl izleyişi bu Xitay'niki şu Great Game, şu çoğun oyunundaki tekin bir parçası yok. Bütün maqsad emas. Bütün maqsadi aşağıda Bashar ayını kontrol qilish. Çünkü neftni masharatdan akirmoqchi. Bunun maqsadi bu. Endi mayada yana bir sabab bor. Ruslarnikini The competition for scarce energy resources. Central Asia is the prize. Regional domination is the goal. Where regime changes shift geopolitical realities on the new Silk Road through Afghanistan. The stakes are high in the new Great Game. Taiwan, Russia today. Like never before has energy security topped the agenda of the great powers and the countries emerging as great powers. It is not only the possession of energy resources that is part of this equation, but access to them as well. Added together creates intense global competition, facing off Russia, the EU, the United States, and China. In context examines the place of greatest competition for energy wealth, the Caspian Basin. Situated in Central Asia, a new version of the 19th century's Great Game is being played out, and the stakes could not be higher. During the 19th century, endi bu shu bizniki ahvolimiz shu. Hech kim biz bilan qari yo'q. Endi biz o'zimizni qutqizish uchun qanday qilishimiz kerak? Shu narsalarni bilishimiz kerak. Bir millatning mangu do'sti ya mangu dushmani bo'lmaydi. Ama menfaat her zaman mangu menfaat. Bu menfaat mayli kimdan kelsin, shuni do'stini tutish kerak. Misal mana bu Amerikaliklar Amerikaga kelib bular inglizlarniki avlod. İngilizlarni Amerikadan qo'g'ab chiqaradi. Menfaat o'zining atını öldürün. Menfaatmiş o. Mesela şu mencurlar bizni kırgan çağda Xitaylar bilan teng birleşip bizni kırdı. Ama mencurlar bizden tutan. Mencur, Mongollar biz asasen tutan kimler. Bu menfaat. Bizdeki teşkilatlarımız Türkiye'de faaliyet yapamaydı. Niçin? Menfaat. Türk devletinin menfaati. O Türkiye'de var kardeşim degine hem yoktu. O fakat siyasi bir slogan o, bir nasıl? Özneki devletindeki menfaatini kelgen çağda ideolojiye her zaman çıkın zorunda kalır. Şunun için biz aslında yaxşı bilmesek, bizdeki milli davayımız hayali bir davaga o'zgarib qoldi. Çünkü reallikni biz ham bilishimiz kerak. Mesela şu Urumchi vakasidan keyin Saudiya Arabistondagi tashqi ishlar ministri, ikkinchi mol ministri nega degan bir gap bor. Uyg'urlar yaxshi musulmon emas. Agar bular yaxshi musulmon bo'lgan bo'lsa, davlat qonuniga bo'ysunib jimit o'tiradi degan bor. Aşağı degan. Aşağı ma'no bor. Shuning uchun etrafımızda qarasak, Mao Rus, Mao Hindiston, Mao Xitoy hech qaysi musulmon davlat emas. Mayaga, masalan, bir hech kimga foiz kamaydigan bir davlatning paydo qilishini qaysi xohlaydi? Buni biz andan kurashimiz kerak. Xohlamdi.
Endi ularni xalitish uchun biz nima qilishimiz kerak? Ularni xalitish uchun biz o'zimizni o'zgartirishimiz kerak. O'zimizni o'zgartirib, har qanday odamning hurmatini qilib, haqning ishiga aralashmay, o'zimizniki mentalitimizni aldigan development qilib, qilsa uchoqda o'zimizning aqliyatini chiqib xizmat qilsam bo'ladi. Agar men sizlarda uchunda yaxshi so'zlagan bo'lsam, xil yaxshi bir narsani deb olayman. Shunday bo'lsin. Askarlarning askar ish qilishi o normal ish. Ammo tragedy degan yaxshidandagi jim qilishi. Yaxshidanlar jim tutan yursak, o bu dunyodagi dem tragedy. Faciası. Şunun için askerlerden korkmayın. Şimdi jim tutan turgan yaşadanlardan korkuş gerek. Çünkü ular işini tanımlar. Tragedi tarafı yapmamda olan. Aşağı kadarlar korkunup duruş gerek. Hakni o'zgartirma degichilik aldılar özümüzden o'zgartsak, her birimiz özümüzden o'zgartsak, yangi odamlar o'zini o'zgartsa, bu dunyoni biz o'zgartira olamiz. Bu chog'da biz o'zimizdagi taqdirimizni kontrol qila olamiz va har qanchalik davlatimizni qura olamiz. Rahmat. Ko'p rahmat, nihoyatda yaxshi bir ilmiy mulohaza qildi. Alloh razı olsun. Bugungi bu rasm faoliyatimizga kelgan yana bir aziz, qimmatli mehmon bor. O bo'lsa-mu Angliyadan kelgan bizning go'zal, suyimli, vatanparvar qizimiz Rahima. Bizga Angliyadan Rahima qanday sovg'atlar keldiki, men degani unimidi, surpriz deydi. Maxfiyatlik deydi. Qiyin Rahima sahnimada. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar, vatanparvar do'stlar, Uyg'ur millatim. Bugun shu so'ringa Angliyadan meni taklif qilganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Hamda o'zimning shu so'rinda bo'lganimga o'zim g'urur qilaman. Sharq Turkiston Cumhuriyeti bayramımızga mübarek olsun. Bu bayramın endi nakşı bilen tebriklerdi. Ben asli konu planda sazandiler bilen birli oldu diyen plan bilen bir neçe nakşılan tayarlap kelgendim. Afsus, undaq bo'lmadi. Shunun qo'limdagi shu ba'zi sazlar bilan aytman, ba'zi sazlarda naqshi bor. Uni ham yoqtirib anglashinglarni umid qilaman. Birinchi naqsha men o'zim o'ylab shu Cumhuriyet bayraminingki eng muhim bir naqshasi deb tushundim. Shunga hammalarninki men bilan birga qo'shilib aytishinglarni umid qilaman. Yaşlı uzun
şundaq Uyghur xalqı özünün mana şundaq jangovar, güzel naqşları bilan Uyg'urligini texim yo'qotmay mavjud bo'lib turyapti. Bizni shundaq güzel ovozlardan ayirmasin Allohim. Rahmat, rahmat. Hozir bizniki shu Kanadada yashab turayotgan, yaqinda Kanadaga kelgan, yaqinda desam 5-6 oy bo'lib qoldi. Bir oila bor, Qozog'istondan kelgan. Ularning ikki o'g'li bizga bir duta bilan bir musiqa o'rlab bermoqchi. Qani qo'ysa. Bizga Chimbulaq degan musiqani o'ylab berdi.
Rahmet, medeniyetimizni saqlab qilish degan mana mushundaq bo'ldi, mushundaq saqlab qolsak, 3-qitimlik Cumhuriyetimizni Xitoy qartib olgan Cumhuriyetni cho'qim qaytarib olamiz bence. Bu bolalarni işte sazanlıqını tərbiyələyən Tahircanğa, bu sərəmdə alaydı rəhmət, ular gerçi vətən sırtında 9 yıllık sərgərdanlıq, qiç püçürüş hayatını başını ötküzgən bolsunmu? Bolalarını mana şundaq Uyğur mədəniyyətini unutmaydigan, Uyğurca sözləydigan, hətta Uyğur musiqilərini söyüb çalalaydigan qılıb tərbiyələpdi. Bundaq ata-analarının köpləb çıxışını ümid qılımız, sizlər alaydı rəhmət. Hazır köpçülükün kelbiga asasen Rahime, Nil, Kapkara koy gözlerim degan naqshini aytib taklif qilayman.
Yeah.
Demek alayda rahmet şunca jirak yollarını besip gelip bizge kıymetli nakşalarını soğukluğuna köp rahmet. Hazır Şarkı Türkistan Sürgünlük Hükümeti'nin muvaffaq reisi Ahmetcan Osman'ın köpçilikке bir soğukluğu varken Ahmetcan siz özünüz. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Shotlandiyalik bir yozuvchi bor. Bizning Sharq Turkiston masalasiga, Sharq Turkiston xalqiga ko'ngil biladigan shu yozuvchining Qon tomchilayotgan daraxt degan bir kitobi bor edi. İngilizce nashr qilingan 2007-2009 yilda bo'lgan bo'lja qirg'inchilik aqllarining oldi keyingi ko'rinishlarni raqamlarni yozgan. Shu yozuvchining kitobini Anvar To'xti tarjima qilgan. Do'stimiz Anvar To'xti uni qo'shgan. Bizningki Sharq Turkiston Madaniyat markazining a'zosi Mayra onunla iqtisadi yordamga chiqarib bu kitobni ro'yxatga bostirdi. Oldi bilan Anvar To'xtiga, ondan Mayraga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Make hold the stop rahmatini, shundaqla Sharq Turkiston Sürgünlük Hükümetining rahmatini va shundaqla Sharq Turkiston Madaniyat markazining rahmatini bildiramiz. Endi ben sizlarga bu kitobni taqdim etmoqchi. Shu so'rinda, shu faoliyatimiz munosabati bilan. Lekin bu kitap haqsiz. Lekin albatta sizlarmo bizningki shu kitobni beshga yordam qilgan Mayraninki yordamini qo'llash uchun bu kitobga bundan keyin yoki hozir qanday yordamlar İranlar bo'lsa rasmlar bo'ladi. Rahmat. Hozir bu kitobni sizlarga taqdim Mayra taqdim. Anvar sen taqdim edersen sen tercih qilsan. Ya. Milletimizde her xil qirg'inchiliklar uzilmay bo'lyapti. Bu kitobni men olgandan keyin shuna qiziqib qoldim. Ben bu çeteler yaşında 10 yılda bo'lib qoldi. O'zimning G'o'lji shahrimda kichikgina bir maktabim terikchilik bo'lsin. Qilay deb hamda ish ustimga oldim. Hamda ko'pchilikdan ozroq yordam qilishni so'rayman. Bu yordamni buning uchun emas, Anvar akamning qo'lida yana 2 shunday yaxshi kitob bor ekan. Aşınan bir yardım kılıp onu işten altına bir devamlaştırsak köpçüler için mi kalmışlar? Maktabdaki tercih kılışındaki ben nime için bu oyuna geldim insanlar. Mavi Xitoylardaydı ve Amerika'nın koşulgan Sharq Turkiston İslamik erkiteydigan bir teşkilatını yalgandan uydurup çıkıp onu terörist teşkilat deb e'lon qilib, shu siyosiy o'yinlarni o'ynab o'tmoqda. Mush kitobda mush ingliz o'zi aslida yashab o'zi ko'rib, mushuni nega paydo bo'lganligini yozganda shunda. Shuning bilan bizdagi mushuni çok uyg'urlarni o'qib ko'rish kerak, bilish kerak deb shu niyatda buni tarjima qildim. Rahmat. Bunaq bo'lsa vaqtni bir yerga berib qoldi. Bugungi bu qimmatli kunni xotirlashga kelgan barliq qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat Sharq Turkiston Sürgünlük Hükümeti nomidan va Sharq Turkiston Madaniyat markazi nomidan. Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilgan kuniga muborak bo'lsin. Bu bayram kunimiz hammamizga qutlug' bo'lsin. Gerçi biz bu iki günlü Cumhuriyetimizni yo'qotgan bo'lsakmi, lekin bir haqiqat bor, u bo'lsa-mu bizning ziminimiz bo'lganligi, davlat qurganligimiz rost. Agar bizlar mavjud bo'lsak, Doktor Anvar Efendimiz dedi,
Eğer bizler güçlenip özümüzni yo'qotib qo'ymasak, bizler mevcutlar bo'lsak, o haqiqatni cho'qim qaytirib olamiz. İnşallah bir kuni hammamiz shuni duo qilaylik va tirishaylik. Unda bo'lsa. Assalomu alaykum. Endi men bir gapni qistirib qo'yay. Sizlar mana bilsizlar, biz qo'limizdan kelishicha shu Sharq Turkiston Madaniyat markazining hamkorligida Sharq Turkiston Suzgunlik komiteti qo'limizdan kelishicha shu faoliyatni o'rlashtirdik. Bizningki davlat qurganligimizni, bizning bir davlatning ilgisi bo'lish bilan yashayotgan xalq ekanligimizni va shundaqla bu davlatimizda yana asliga keltirganligimizni Xitoy tajovuzchilariga xalqaro jamiyatga qayta eskartib qo'yish uchun bu faoliyatni o'tkazdik. Hammalarning qadam tashlaganlarga rahmat. Endi bizning sizlarning umid qiladigan kichik bir ishimiz. Buning uchun bizning kechirmaysizlar. Bugungi mushu sorundagi shu ziyofatniki pulini her birimler özlemler kutturib bersanlar, biz üçün çok yardım qilgan bo'lsalar, sizlarga rahmat aytamiz.